Ismim Komil Xayrlayev. Hozirda 17 yoshdaman va front-end dasturchi sifatida faoliyat yuritaman. 2 yil avval veb-sayt va dasturlardan foydalanishni boshlaganman. Vaqt o'tishi bilan bu dasturlar va veb-saytlar qanday yasalganligi haqida qiziqishim uyg'ondi va dasturlashni o'rganishga qaror qildim va hozirgi kunda kelib Ilmlar o'quv markazini tanladim. Hozirda front-end yo'nalishini tugatdim va back-end yo'nalishiga ham qiziqishim uyg'ondi. Shu sababli men back-end yo'nalishini boshladim va back-end yo'nalishidan Python dasturlash tilini o'rganishni boshladim. Hozirgi kunda kelib Python dasturlash tilidan foydalangan holda o'zimni birinchi loyihamni amalga oshirdim. Bu loyiha Koredesk Telegram boti. Bu orqali siz o'zingizga kerakli bo'lgan davlatlardan kerakli universitetlarni tanlab qancha grant berish haqida ma'lumotga ega bo'la olasiz. Yana bir loyiha HMM Expert kompaniyasi uchun rasmiy veb-sayt. Bu veb-saytning vazifasi HMM Expert kompaniyasi haqida ma'lumot berish va quruq mevalar haqida ma'lumot berib, bu quruq mevalar turlarini ko'rgan holda onlayn zakaz bersa bo'ladi bu orqali. Kelajakda juda ham ko'p maqsadlarim bor. Avvalo, maktabni bitirgandan so'ng xalqaro universitetlarga kirish va universitet davomida olgan bilim va tajribalardan foydalangan holda xalqaro kompaniyalarga ishga kirish va vaqt o'tishi bilan o'zimni olgan tajribam va bilimlarimdan foydalangan holda o'z startap loyihamni ishga tushirish. Hozirgi kunda ko'pchilik yoshlar vaqtini behuda narsalarga sarflashmoqda. Misol uchun onlayn video o'yinlar va ijtimoiy tarmoqlar. Ammo dunyo jadal rivojlanmoqda. Biz tengi yoshlar ko'plab muvaffaqiyatli loyihalar va barchaga foydasi tegadigan loyihalar qilishmoqda. Keling yoshlar, biz ham dunyoni o'zgartiradigan darajadagi loyihalarni amalga oshiraylik. Yoshlar, o'qing.